Muhtaram Birlashgan Arab Amirliklari Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyan A'lo Hazratlari, Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev janob oliylari, Armaniston Respublikasi Bosh vaziri Nikol Pashinyan janob oliylari, xonimlar va janoblar, bugungi kunda o'zgarayotgan dunyo mas'uliyatli liderlik, qat'iy siyosiy iroda, muammolarni muloqot yo'li bilan hal etishga katta ehtiyoj sezmoqda. Hozirgi murakkab xalqaro vaziyatda aynan shu ruhdagi ibratli qarorlar davlatlar va xalqlar o'rtasida barqarorlik hamda mustahkam ishonch poydevorini yarata oladi. Lekin tinchlik degan bebaho ne'mat o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Tinchlik eng avvalo jasorat ko'rsatishni, bir-birini tinglay olishni, har qanday qiyin sharoitda ham murosa yo'lini topa bilishni va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni talab qiladi. Tarix shundan dalolat beradiki, faqatgina murosa, o'zaro hurmat va ehtirom muhiti orqali uzoq muddatli taraqqiyotga erishish mumkin. Bugun Shayx Zoyid nomidagi insoniy birodarlik xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev janob oliylari va Armaniston Respublikasi Bosh vaziri Nikol Pashinyan janob oliylarini chin dildan tabriklash menga ulkan sharaf bag'ishlaydi. Siyosiy yetakchilarning uzoq davom etgan mojaroni oqilona hal etish, tinchlikka erishish yo'lidagi birgalikdagi sa'y harakatlari hech shubhasiz ushbu nufuzli mukofotga haqli ravishda munosibdir. Erishilgan kelishuv muammo yechimiga mas'uliyatli yondashuvning yorqin namunasi bo'lib, keng mintaqamizda barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi tarixiy qadam bo'ldi. Shu ma'noda davlat arboblarining mazkur yuksak mukofot bilan taqdirlanishi muhim mintaqada qaror topayotgan o'zaro do'stlik, hamjihatlik va yangi hamkorlik ruhining yorqin amaliy e'tirofi hamdir. Biz har qanday nizo va ziddiyatni faqat siyosiy diplomatik vositalar, xalqaro huquq tamoyillari va yaxshi qo'shnichilik asosida hal etish tarafdorimiz. Bugungi kunda faqat ahillik, bir-birini qo'llab-quvvatlash va yaqin do'stlik orqali xalqlarimizning umumiy ravnaqi va farovonligini ta'minlash mumkin. Buyuk Shayx Zoyid nomi bilan atalgan ushbu mukofot munosib egalariga topshirilayotgani ham mazkur o'zgarmas haqiqatni yana bir bor yaqqol tasdiqlaydi. Fursatdan foydalanib Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyatining gumanitar tashabbuslarini faol ilgari surish, xalqaro maydonda muloqot madaniyatini izchil yuksaltirish, Abu Dabini global tinchlik markaziga aylantirish borasidagi beqiyos xizmatlarini alohida e'tirof etishni istar edim. Aminmanki, bunday ezgu va xayrli harakatlar barcha davlatlarning tinchlik va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi umumiy intilishlariga yangi kuch va beqiyos shiddat bag'ishlaydi. Sizlarga mustahkam sog'lik, baxt, saodat, sharafli faoliyatingizda ulkan omadlar yor bo'lishini tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.